وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erning ayol ustidagi haqlaridan ayolni bir ishga buyursa itoat qilishi vojib bo'lamdi. Erning eriga itoat qilishi qaysi shaklda bo'ladi? Uning o'lchami va chegarasi nimalardan iborat? Ayolning o'ziga bo'ysunishga qanday fursat yaratib beradi? Ayolining itoat qilish uchun erda bo'lishga tegishli salohiyatlar nimalardan iborat? O'lchamlik islomiy nikohlanishning hayot yo'lida muvaffaqiyatga olib berishdagi ahamiyati nima? Qani suhbatimizdan davomida marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan. Was-salatu was-salamu ala nabiyyina al-adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Assalomu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va mas'uliyat nomli programmamizning 6 bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va mas'uliyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araga keldik. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Hürmetli qarindoshlar, suhbatimizning 5 bölümünde erning ayol ustidagi birinchi haqqi homiylik va uning aloqador masalalar to'g'risida to'xtalgan edik. Bugünkü sohbetimizde ayolning eri bilan bo'lgan muomala o'lchami, ya'ni erning ayoli ustidagi haqqi bo'lgan ikkinchi huquq bo'ysunish, ya'ni erga itoat qilish haqqi to'g'risida to'xtalamiz. Hurmatli ustoz Muhammad Ali, bugun biz erlarning ayollar ustidagi haqlarining ikkinchisi bo'lgan har qanday bir ayol er rozi bo'lgan holda vafot topadigan jannatga kiradi degan hadisning ro'yiga asosan ayolning eriga itoat qilishi qaysi shaklda bo'ladi? Onun ölçümü ve chegarasi nimalardan iborat? Bu vaqtda azroq to'xtalib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Söhbetni başlashdan oldida bir eslatib o'tay. Bizning bu ayol o'tiridagi haq-huquqlar to'g'risidagi suhbatimiz ilgari 5 qism çıkarılgan, yani 5 kısımlık sohbet bo'lib o'tgan. Bu qismi 6. kısmı. Oldingi 3 kısım ayollarning haq huquqi, erlarning mas'uliyati haqida bo'lgan bo'lsa, keyingi 3 kısım erlarning haq huquqi, ayollarning majburiyati haqida bo'lyapti. Bugungi suhbatimizmi shu erlerning ayollar ustidagi haq huquqi, ya'ni ayollarning qilishga tegishli majburiyati haqida davomlashyapti. Bugungi sizlar hozir so'rgan savolga qarata islomda itoat birning doirasi bor. Mayli bu itoat masalasi, bo'ysunish masalasi bir amir bilan onun qo'l ostidagi kishilarning arasida bo'lsin, ayol arasida bo'lsin, bunun bir islom sizgan bir chegarasi bor. Bu haqda bir kichik qissadan birisi bor, bir hikoyadan birisi bor, Rasulullohning davrida yuz bergan. Mushu qissa orqali masalani yurut qilib bo'lishi mumkin. Peygamber aleyhisselam bir etretga, yani bir gruppaga bir ansariydan birini emir qilib bir vazifaga avatdi. Bular ma'lum yerga borgan vaqtida emir qilib tayinlangan halaqa ansari o'zining qo'l ostidagilarni o'tun yig'ishga buyurib, o't yoqishga buyurib kiringlar dedi. Atrofdagilar bunga ikkilandida. Ikkilanishning sababi birisi bu o'tga kirish odamning o'zini yoqqanlik, ya'ni bu o'zini vayron qilganlik. Deyishdiki, biz Payg'ambar alayhisolamning orqasidan ergashib bu dinga kirishimiz shu o'tga kirmaslik uchun bo'lsa, bu nima deb o'tga kiramiz? Degandek bir xil fikrlar bilan ikkilangan bo'ldi. Ba'zilar yo'q, itoat qilishimiz vojib, o'tga kirishimiz kerak degandek bir xil davolg'ish ichida bu masala tugidi. Qaytib kelgandan keyin Rasulullohga bu ahvol so'zlangan vaqtda Rasululloh Alloh bilan qasam qilib turib,
Agar sizlar shunga itoat qilamiz deb o'tga kirgan bo'lsanglar, qiyomatga qadar o'tdan chiqolmaydilar dedi. Ya'ni bu voqelik bizga itoatning doirasini sizib turadi. Shu hadisning oxirida Rasulullohning bir qizgi bu. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Innamat ta'atu fi ma'ruf. İtoat degan normal yaxshi ishlarda bo'ladi. Ya'ni insonning tabiati qabul qila oladigan, hammadan uning yaxshiligini qabul qiladigan, e'tirof qiladigan yaxshi ishlarda bo'ladi. Ya'ni g'arib masalan, uning yaxshi yomonligi aniq emas ishlarda bo'lmaydi. Hatto bu haqda Sura Mumtahinaning 12-oyatida Alloh subhanahu va taolo ayollarning Payg'ambar alayhisalomga bay'at berish haqida so'zlangan oyatning oxirisida bay'at bergan ayollar Rasulullohga itoat qiladigan bir doirani sizib bergan. Wala ya'sinaka fi ma'ruf. Ya'ni bay'at bergan ayollar bay'atining doirasi, itoat doirasi qaysi doirada bo'ladi desa, ma'ruf doirasida bo'ladi dedi. Ammo shu kelgan vaqtida biz ma'ruf degan narsani bir tunishtirish ehtiyojimiz bor. Chunki bu atalg'i ko'p uchraydi. Amr ma'ruf deymiz masalan. Bu bir ma'ruf. Chiqishlarda ma'ruf atalg'isi bor. Biz shu boshqalarga buni tarjima qilib tushunadigan vaqtda shu ma'ruf ishlar, yaxshi ishlar deb tushuntiramiz. Amaliyotda ma'ruf degan nima desa, insonning tabiati, sog'lom tabiati qabul qila oladigan har qanday normal ish. Har qanday insonningki yaxshiligi ini qo'ygan masala buning bo'ladi, ma'ruf bo'ladi. Endi temining o'ziga qaytsak, ayolning eriga itoat qilish masalasiga qaytsak, er kishi uydan shu oilasini deb chiqadi sirtqa. Oilasining moddiy ehtiyoji uchun atdigandan kechgacha jafo chekadi. Anadan keyin uyga qaytgan vaqtida uy cho'qim pokiz illiq bo'lish kerak. Bu bir nuqta. İkinchidan bu oiladagi bolalar bir inson bo'lish sifati bilan o'zining onasidan mukammal nasibasini olish kerak. Bu bir hamma odam qabul qiladigan nuqta. Mana buning o'zi ma'ruf. Ma'ruf deganning bir misoli bu. Ya'ni biz musulmonlar jamiyatidan chiqib boshqa jamiyatdagi normal insonlarni so'rab baqsimi, er ayol bir uyda yashaydi. Bu bir ma'ruf. Erlar normalda ailenin maddi ehtiyacını qamdash uchun bar kuchni ish qiladi, bu bir ma'ruf. Ya'ni bu hammadan odatlangan bir ish. Erlarning shu ailening maddi ehtiyojini qamdab, shu aileni sog'lom bir shaklda davomlashtirish uchun ayol kishi ariq sepib turib yordam qiladi. Bu bir ma'ruf. Er ayol o'tirisida dunyoga kelgan bolalarga dadining ko'ngil bildigan bir taraflari bor. Bu bir ma'ruf. Anının ko'ngil bildigan taraflari bor. Bu bir ma'ruf. Bu misol shaklda qilyapmiz. Ya'ni ma'ruf degan nima desa, mushish mashta bo'ludi deb qabul qilingan ishlar. Arabchadagi so'z ma'nosini qarasaqmi, hamma odam qana qiladigan, biladigan, buning mashta ekanligini e'tirof qiladigan ishini ma'ruf degan bir shaklda bo'ladi. Ya'ni sizlar hozir so'g'an bu savolga nisbatan xulosalasak, ayolning eriga bo'lgan itoat doirasi shu ma'ruf doirasida bo'ladi. Ya'ni ayol eriga itoat qilish kerak, chunki oilaning o'zi bir yetaklab mangan bir musofa, ya'ni hayot musofasidan bir musofa, bir muassasa, bir organ, oila bir organning birdan yetakchisi bo'lish kerak. Bu yetakchi ayoliga maslahat soladi, ayoli eriga maslahat soladi, ayoli ma'ruf ishlarda erini manda qilib paslar, anda qilib paslar buyuruydi. Erimi ma'ruf ishlarda ayolini anda qil, manda qil deb qana qiladi, buyuruydi. Mana bu shaklda bu oila davom qiladi. Sura Taloqning 6-oyatida va tamiru baynakum bi ma'ruf. Oiladagi erning ayolga chugizdigan ba'zi mas'uliyatlari, ayolning er ustiga chugizdigan mas'uliyatlari hammasi nima doirada bo'ladi? Ma'ruf doiralarda. Ya'ni ayolning erga yaxshi ishlarda itoat qilishi, itoat qilishini, ya'ni itoatning chek-chegarasi desak bo'ladimi? Chek-chegarasi dal shu. Ya'ni o'rtoqlik bu yerdagi nuqta. Ammo askartib qo'yishlik bir masala. Ba'zi oilalarda, ba'zi vaqtlarda bir krizis yuz beradi. Bir jiddiy holat paydo bo'ladi. Keskin qara omuz olmaydigan bir ahvol bo'lib qolgan vaqtda, bu vaqtdagi cho'ng qara er kishining qo'lida bo'ladi.
Mana bu Allah subhanahu va taolo ayol kishiga qaraganda er kishiga yuklangan bir daraja ortiq mas'uliyat. Buni biz qiyvama deb atalg'ular ataymiz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ilgirki darslarimizda bir qancha qaytam bu nuqtani tilga oldik. Mana bu yetakchilik mushu nuqtadan ayol kishi o'zining eriga itoat qilish kerak. Chunki Alloh ayol kishini eriga itoat qilishga qana qildi, buyurdi. Masalan, bizlarga ulamolar birligiga bu masala ayollar tarafidan so'ralgan yoki bo'lmaydi telefon orqali bizlardan so'ralgan savollar bo'ldi. Masalan, hozir bizga bir telefon qilib yoki uchur qilib erim masalan dinda ma'ruf bo'lmagan ba'zi ishlarni noto'g'ri ishlarni mendan talab qilyotdi. Masalan, misolga olsak, bishni yo'gaydigan ayol, ya'ni tasattur qildigan ayol, yog'liqni ilib modern jö deganga o'xshagan misolga. Bu bir misol. Ammo shunda ishlarga eri talab qilgan bo'lsa, uningga qanday javob berish kerak? Masalan, ana bu bizdan shuni so'raldi desak hozir, biz bayatdinki ilgirki savolga bergan javobimizning ichida yana buning javobi bor amaliyotda. Ya'ni xalqqa asi yo'lab, ma'ruf doirasidan chiqib turib, xalqqa asi yo'lab, maxluqqa itoat qilish bo'lmaydi. Buningga Qur'oni Karimda bir misol va bir qissa. O'sha qissani balkim buning dalil sifatida akilishimiz mumkin. Qur'oni Karim zamin yuzidagi eng qattiq kofirning, ya'ni eng vahshiy kofirning ayolini misol qiladi, Fir'avnning ayolini misol qiladi. Fir'avnning masalasi hamma bilan bilamiz. Qur'oni Karimda alohida tağutlarga rumuz şekilde, simvol şekilde keltirilgan. Hatta ilahiyatni da'vo qilib, ana robbukumul a'la deb o'rtaga chiqqan bir kofirning bir misoli. Mushuning ayoli Qur'oni Karimda mu'min deb sifatlanadi. Allohning irodasi bilan bu ayol iman etdiqlik hamdi. Endi Qur'onda mushu ayolning Fir'avndagi bir katta ilohiyatni da'vo qilgan katta kofirning ayolining mu'min bo'lib bizga tasvirlanishda nima maqsadi bor? Bu yerda Qur'on bizga shuni demoqchiki, i'tiqod masalasida, din masalasida, Allohga itoat qilish masalasida ayol kishi mutlaq mustaqil. Ayol kishining mutlaq nimasi bor? Erkinligi bor. Shu boshqa Qur'oni Karimda başqa qissalarga qarab baxsaq, payg'ambarlarning ayollari bor. Iman etmagan. Payg'ambarlarning ayollari bor, asi bo'lgan. Medigidek ashaddiy kofirning ayoli Alloh tilga olgan mu'min sifatida o'rtaga chiqadi. Bu yerdan biz olamizki, xalqqa asi yo'lab maxluq itoat qilish yo'q. Ya'ni er kishi ayol kishining diniy ishlariga qanoqlanmaydi, aralashmaydi. Yani demekçi ayol o'zining dinida mustaqil, erkin. Erini deb Allohning g'azabga, Allohning ochiqini keltirishga, Alloh chekliga ishon qilishga aslo, hatto payg'ambar alayhisalomga bay'at bergan ayollarning itoat doirasini Alloh subhanahu va taolo bayatni o'qidim bu oyatni. Va la ya'sinaka fi ma'ruf. Shu doirada sizda hatto Rasulullohga Rasululloh xato qilib buyuramdi. Tabiiyki yo'q. Ama bu yerda ayollarning shunchalik bir mustaqillik, shunchalik erkinligini sizdagi diniy jihatda payg'ambar alayhisalomga itoat qilish babidimi ma'ruf bilan itoat qiladi degan ifodani qo'llandi Qur'oni Karimda. Alloh rozi bo'lsin. Endi biz bu yerda hozir erning ayol ustidagi haqlaridan birinchi homiylikni, ya'ni erlarning ayollarning homisi ekanligini, ikkinchidan ayollarningki erga itoat qilish majburiyat borligi. Uchinchi nuqtaga o'tsak, ya'ni erlarning ayollar ustidagi haqlaridan uchinchisi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisida er kishi ayolni to'shakka chaqirsa, ayol kishi sababsiz bosh tortsa, er ochiqlanib kechini o'tkazgan bo'lsa, farishtalar tong yorug'icha u ayolga la'nat qildi degan bir hadis bor, Buxoriyda bayon qilingan. Mana hadisga asoslanib turib, shar'iy sababsiz erining yaqinchilik qilishini cheklagan ayol nima uchun farishtalarning la'nat etishiga duchor bo'ladi? Nimishqa bu ig'ir bir
jazoga bu hayotlik dunyosida ham uchraydi. Allah subhanahu va taolo insonda nurg'un havas, nurg'un hissiyot, nurg'un ehtiyojni yaratgan. Xo'sh. İnsan mushu havisining, mushu ehtiyojining turtkisida nurg'un yaxshi ishlarga vasila bo'ldi. Mushu ehtiyojlarning bir misoli insondagi jinsiy ehtiyoj. İnsan to'yga vaqtdan boshqa narsani o'ylamaydi. Faqat o'zining jinsiy hissiyotining turtkisida to'y qiladi. Buni hamma e'tirof qiladi buni. Xo'sh. Ya'ni shuning turtkisida shuning haydakchiligida to'y qiladi hamda bu. Agar bu xil hissiyotni, bu xil ehtiyojni bermay, sizlarning insoniyatning davomlashishi uchun o'sha to'y qilishingni kerak desa, balki hech kim to'y qilmasligi mumkin. Ammo o'zining shu o'zida bor bo'lgan shu ehtiyojning keyniga kirib to'y qiladi. Ve bunun arkasından balı birildi onunla. Şunun türkisi de insaniyetinin nesil devam kıldı. Bu bir çok büyük bir hikmet. Yani biz demek çoğunumuz şu ki Allah subhanahu teala insanda kanda bir ihtiyacını koygan bolsa bu ihtiyacının hal kılınıdığan, ada kılınıdığan bir pakiz yolunun birini kanakbege içip bergen. Hiç kandak ihtiyacının yolu takak emez. Endi bir kishi mu'min buluş süpütü bilen özünün şu cinsi ihtiyacını başka yollarını kandıramaydı. Başka yollarını ada kılamaydı. Endi cemiyetteki İslam bolmagan cemiyetteki Müslüman bolmagan kişiler özünün ihtiyacını her xil yollarını kandırışı mümkün. Lekin mu'min buluş süpütü bilen fakat mu'minin özünün ihtiyacını hal kıladığan fakatdan birlam yolu var. O olsa mu? Toy kılış. Tabii ki cemiyette nurgun başka yollar var. Lekin mu'min o yolga mangmaydı. Çünkü mu'minning özü işengen bir kıymet qarışı var, özü mangan bir yolu var, özü itiqat kılayotgan bir nimesi var, dini var. Endi ayol kishi şu er kishinin şu ihtiyacını kandırış için kılgan talebini red kılsa, şu er kishinin aldıdaki şu birlam pakiz yolunu takıgan buldu. Her kişinin başka ihtiyaçlarını, yemek içmeklerini, kiyim keçeklerini, belki öy hizmetçileri el-hıpr alışı mümkün. Uruk tuqqalları ya ki hede sınırları el-hıpr. Ama toy kılışının, ayallıkının başka bir hukumu var. Yani ayal kişinin bu yerdeki red kıldı degellik, er kişinin tabi halda başka yollara mangdi degellik söz tiyim suludu. Ayollar nurgun özünün erininki sırtqa qarab qalğanlıqdan qaqşaydı. Özünün erinin özüge köngül bərməgənligindən qaqşaydı. Bunun aldıda ayol kişininki şu noktada qilishlik məsuliyyətini avval bir oynayıb baxış kerak. Biz bu yerdə erinin tələbini rədd qılmaslıq davatımız əməliyyatda erinin tələbini rədd qilishdən eşib ayol kişi eri üçün sinəliniş kerak. Eri üçün qana qilish kerak, yasinish kerak. Eri üçün özünün sağlamlığına köngül bilish kerak. Eri üçün özünün uçuq desek beden sapasıga hem qana qilish diqqat qilish. Çünki ayollar tug'digan bo'lg'achqa, erlarga qarag'an vaqtda tan sapasi o'xshamaydigan, fiziologik alohidlikda o'xshamaydigan bo'lg'achqa asallar beden qurilishining o'zgarib ketish ahvoli, masalan, ahvoli kurulu demdi. Muşu ahvallarga mı ayol kişiye kuruluş gerek. Çünkü o ayol şu arqılıq erinin şu sağlam yol arqılıq özünün ihtiyacını qamdışıga kapalarla qılaydı. Hata yolga mağmaslığa kapalarla qılaydı. Sırtlarda uyak bu yakka qarmaslığa kapalarla qılaydı. Oğanda ayol kişinin muşu qılan işlerinin hemmesi ibadeti hesaplanıdı. Çünkü bu arqılıq ayol kişi erini nimeden saqlagan boludu? Haramdan saqlagan boludu. Ama cemiyette meselede tətir məngə atıdı. Ayollar toylarga varsa, yığılışlarga varsa, murasimlarga varsa güzel yasınıdı. Öyge kelse şu en načar halette yürüydemdi. Asli del ta'tir oluş kerak. Hatta bazı fiqh kitaplarda bunda bir hükümler var. Gerçi asas olması mı lekin bir tilgap qo'yishni to'g'ri topdim. Ba'zi fiqhshunos olimlar deydi ki ayol kishi yangi olgan kiyimini tunji qatim eridan boshqa erining ko'z oldidan boshqa yerda kiyish to'g'ri emas deydigan ba'zi fatvolarmi badek mesela bir yerdelik asas noktada turib emas, belki bir qo'shimcha shaklda ayol kishining eriga bo'lgan ko'ngil bilishi, erini
Ening pakı saqlanışga kapolatlik qilish, o'zininki go'zalligini saqlab qilish, umaqligini saqlab qilish, kiyim-kechikka ko'ngil bilish, saqlamoq ko'ngil bilish orqali erining normal bir holatini saqlab qilishga yordam berishining naqadar muhim ekanligining bir ifodasi. Erining talabiga ma'qul deyish emas, balki erini talab qiladigan holatga keltirish. Ya'ni mana shu vaqtda erini o'zidan boshqaga qanaqamaslik, qaratmaslik bu katta ibodat ayol kishiga nisbatan. Hani bu yerda la'nat hadisda bayon qilingan farishtalarning la'nati deyilib o'tdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisida. Bu hamda tushunchimizda buningda ig'ir bir jazo bo'lmasi kerak hamda. Masalan, Allohning farishtalarning la'nati degan gap Allohning la'nati degan gap hamda. Chunki bayat deganimizdek ish oddiy. Xo'sh. Mijozim yo'q. Ko'nglim tatmidi. Bu kadar addi ayol kişinin közlüken banası. Ama bunun ahiresinden çıkan netice bir ailenin bozuluşu hatta. Bir er kişinin iftinin bozuluşu. Bir er kişinin ki yoldan çıkışı. Hesapta bunu tekim uygulansak bir cemiyetin bozuluşu. Eğer ayollar hem mesaj takip alsa cemiyet tabii ki kanakıldı, bozuldu. Çünkü ailenin sırtıga şunda qaragandan keyin erinin ko'ngli o'zining ailesidan boshqaga mangandan keyin bu ailening baxt saodati undan keyin qana qildi, yo'qaydi. Shunga ailening sog'lomligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu qadar ig'ir tahdid solgan bu yerda. La'nat iborasi bilan Allohning la'nati, malaikaning la'nati oddiy gap emas-da. La'nat iborasi. Chunki natijasi bak ig'ir buningki. Oqibati bak ig'ir. Allah razı olsun. Yani bir sualimiz, ayol kishi erning ruhsiz ma'lum sabablar tufayli masalan suv turbilarini o'ngishtish yoki gaz turbilarini o'ngishtish deganga o'xshagan turmushdagi ma'lum sabablar tufayli eri uyda yo'q vaqtida ehtiyoj tufayli boshqa yot kishilarninki uyga kirishiga ruxsat qila olamdi. Va aynı zamanda bazı ayollarning mo'yani er o'zining ayolining ba'zi ayollar bilan aralashishini cheklash haqqi bormi? Şimdi to'xtalib o'tgan bo'lsa. Endi shu er ayol o'tirdi, ayollar qo'yiladigan talab prinsiplarning birisi uyga yotlarni kirgizmaslik, er xolamaydigan kishilarni kirgizmaslik deydigan bir prinsip bor. Zarurat meselesi o başka mesele. Onu her xil yo'llar bilan hal qilib bo'ladi. Biz zarurat nuqtasida turib davatmaymiz. Ayol kishining normal eriga qarata qilishga tegishli huquq haqida ketyapmiz. Endi yotlarni uyga kirgizmaslik, ayol er xolamaydigan kishilarni uyga kirgizmaslik bu bir simbol xarakterlik mazmun bo'lsa kerak. Nuqul yotlarni uyga kirgizmaslik doirasida tushunilmesi gerek bu. Çünkü normalde cıqadam öyle kirgizmeydi o. Bugünkü cemiyetimizdeki alaka vasıtaları, ictimai normal alakadan mevhum dünyaya yötkelgen bugünkü dairede bu mezmun texmo kengri dairine ölçüsü az gerek. Er ayalının ki yat erlerden paranlaşını xalamaydı. Bir mahallede okulum qoşun oldu. Bunun işte erinin gözüge sıxmaydığı adamlar oldu. Onun uygu berişini xalamaydı. Ayallah bilan kuruşumuzda bardı ya. Ama er palanının uygu bağmaysa. Çünkü erinin bir oyluğunu var. Fukune bir ay kemmeydi bu uyga meselen. Hatta er ayalının aralışını xalamaydıgan ayallah oluşu mümkün. Sen fukun ayallan aralaşmaysa. Çünkü er bir nesini bildi o şeyde. Ayalını buzuş ihtimali var, vesveseliş ihtimali var, ailenin buzuş ihtimali var, yani turmuşluqqa huzursuzluq keltiradigan kishilarni bayqa shu noktadan ayolni ma'lum darajada cheklaydi. Masalan, bugun kunduzgi aloqa vositalaridan WhatsApp'da boshqalar bilan paranglashmaysa, bu bir erning talabi. Facebook'da falan pugun bilan qana qilmaysa, aloqa qilmaydi. Bularning hammasi er o'zi ishongan bir qimmat qarash bilan oilasini davom qilish uchun ayoldan talab qiladigan bir talablar. Eğer er muşu talepni koygan ahval asında ayol bununla mutlak qana qilish kerak, itoat qilishi kerak. Çünkü er ayollikning bir mahremiyati bo'ladi. Bir qimmat qarashildi oil degandan keyin. To'y qilishdan ilgirki vaqtga o'xshash men ijtimoiy aloqalarimni shu payt davom qilaman deyish, mayli er shunday qilsimi oila buziladi,
Ayol shunday qilsa-mı, oila buziladi. Ermi to'y qilishdan ilgari nurg'un aloqalarini oilasi uchun tashlaydi. Ayolmi to'y qilishdan ilgari nurg'un aloqalarini, to'y qilishdan ilgari erkinlikini to'y qilgandan keyin ma'lum darajada oilasi ishida cheklaydi. Bu her ikkilaylanninki turmushining davom qilishining asosi. Bu nuqtada er va ayol bir-biriga qanaqa qilish kerak? Yani itoat qilish kerak. Yani agar er bo'libmi ko'p vaqtda erlar talab qiladi bu talablarni, talab qilib qolgan vaqtda ayol mutlaq erga qanaqa qilish kerak? Itoat qilish kerak. Allah razı olsun. Erning ayol ustidagi haqlaridan bo'lgan eng oxirgi haqqi shunaqla fiqhiy kitoblarda erning ruxsatsiz ayolninki ro'za tutishiningki, ya'ni to'g'ri emasligini haqida hukmlar bayon qilingan. Bu yerda qaysi turdagi ro'za cheklangan va buning sababi nimalardan iborat? Ko'pincha vaqtda erlar oilaning sirtida bo'ladi. Yani ailenin ehtiyacını qamdash uchun, ishlash uchun sirtlarga chiqib, ya safarda bo'ladi, ya tijoratlan uyning sirtida bo'ladi. Bu vaqtda ayol kishi o'zining shaxsiy ibodat sifatida nima qilsa bo'ladi. Ammo er uydagi vaqtida ayol kishi masalan ro'za tutsa, ro'zaning gapi chiqdi hozir. Er kishining masalan uyda bir kun qolib qolishi ya damag'alliq yoki bo'lmasa bugun bir kun oiladagi bolalarim bilan bir xushal bir shaklda o'tiray degan bir nuqtadan bo'lishi mumkin. Dal mashta bir kayfiyat talab qilinayotgan vaqtda ayol kishining ro'zasi shu kunlik masalan er kishining ko'nglini tatadigan tamoqlarining buzib o'tishi mumkin. Yoki erining boshqacha bir talabi bo'lishi mumkin ayol kishining. Ro'zqa ahvol asida buningga qanolanmaydi, talabi ado qilinmay qoladi. Shunga ayollar ro'z mesela nafl ro'zasi aslında farz ro'za emas, hatto farzlarning qazosi shuning doirasiga kiradi. Mushu xil shakldagi ro'za tutmoqchi bo'lsa yoki eri bilan bo'lgan erining xizmatini qiladigan shu kunlik xizmatlik ta'sir ko'rsatgan boshqa ibodatlar, nafl ibodatlar, farz ibodatlar emas, qilmoqchi bo'lsa eridan mencha izn so'z bo'ladi. Mencha ko'pincha erlar buni qanaqa qilmaydi, rad qilmaydi. Ammo eriningki bugunlik faoliyat masalan, bugunlik uyda qolib qolishida boshqacha bir urulashtirish bo'lib qolsa, u vaqtida uni deydi, shu bo'yicha ish olib borsa bo'ladi. Buning o'zi nima desa, er va ayolning o'tirdiki aile münasebetininki ne kadar muhim ekanligi, hatta ro'zadan mı muhim ekanligi, nafl ro'zadan mı? Ayol kishi mushu munosabatni buzmaslik uchun eri uyda bu vaqtda nafl ro'zani erining ruxsati bilan, ya'ni bugun ro'za tutmoqchi edim, tutaymi, tutmaymi degandek bir ahvol urunlashtirishlarni bir qurur ko'zdan kechirgandan keyin munosib bo'ladi. Agar eri boshqacha urunlashtirish bo'lgan bo'lsa, uni tutmaslik kerak. Ya'ni ro'zadan muhimlik ifodasi bu yerdan qanaqa bo'ladi, chiqyapti. Allah razı olsun. Vaqt munosabati bilan erning ayol ustidagi haqlarining davomini qisqacha bayon qilib o'tgan bo'ldik. Endi muvaffaqiyatli bo'lgan islomiy nikohdan ba'zi bir o'rnaklarni berib o'tgan bo'lsak suhbatimizning davomida. Edebiyat kitoblarida mana bir hikoya bor. Yani Qozi Shurayh do'sti Fudayldan bir kun bir suhbat o'tkazib qilib, do'sti so'raydida Shurayhdan. Sening turmushing qanday deb so'raydi. Xo'sh. Qozi Shurayh buning javoban 20 yildan biri mening ko'nglim xolamaydigan bir ish bo'lib boqmadi oilamda. Yani 20 yildan biri ailemde bir günmü huzursuzlukni yaşab bakmadım deydi. Yani huzursuzluk bo'lib bakmadım. Bu bir garip işte hem öyle ailelik etrafta mükruvatımız bir ailedeki ayolning münasebetinden 20 yıl fakat bozulmay huzur içinde ötüşe bir garip iş. Bunun sebebini soraydı da Qozi Shurayh bunun sebebini mana şekilde bayan kıldı. Ben toy kıldım deydi. Bu yaxshi salih ailenin kızıdan birge elçi kirgizip toy oldu. Nayte bir güzel boldu hem de o toy. Toy akşamı deydi. Mihmanların hamısı taqap ketkendan keyin men namaz okudum deydi. Namaz okuyup dikkat kılsam ayolum qishimda namaz okuyuptu. Men bilan tang namaz okudu. Men bilan tang salom berdi. Şunu bilan namazımı ahirlashib, hamma ish tugagan vaqtda ayolim mendan biraz to'xtab turishni talab qilib bir gap boshladi deydi. Gapni Allohga hamd Rasulullohdir deb bo'lgandan keyin ammo ba'du deb nayt bir jonliq bir shaklda boshlabdi gapni.
Ayol kishi shuna debdiki, yani ayolim shuna dediki deydi endi. Men sana nisbeten bir yat ayol, hozirga qadar sen bilan tanishmayman. Sening nima yaxshi ko'radiganligingni, nima yomon ko'radiganligingni men bilmayman. Xo'sh. Yaxshi ko'radiganingni de. Men shuni tepib qilay. Yomon ko'radiganingni de, men u ishdan nima turay? Yiroq turay. Sen mi mendan boshqa xotin ala olaytding? Sana mı xotin chiqibdi? Manga mı senden başka er çıktı. Lekin Allah'ın takdiri bilen sen men bilen toy kıldın. Men senin ayalın oldum. Anda oğan ekan men hakkında Allah'tan kork. Senin bu turmuş qarta tutkan prinsipen Sura Baqara'nın 229. ayetideki fe imsakun bi ma'ruf ev tasrihun bi ihsan bolsun. Öy tutsan çaylıkçı tut. Yoki çaylıkçı qanday qil qo'yaver. Yani öy tutsak huzurluq öy tutayli. Yoki tutqun olmasa qo'yaver. Deb bo'lib ayollar deydi endi ma qozi shuray. Meni mi gap qilishga majbur deydi. Sen mi gap qilamdi? Men deydig'imni dedim. Sen mi deydig'ingni de. Biz bugun turmushni boshlashdan ilgari bütün ko'nglimiznikini deyishib olib, an boshlaylik deydi. Sonra men turib, men mashta shaklda gapni boshladim. Sen bir muncha so'zlarni qilding. Ma qozi shuyning davatgan gapi, ha? Agar sening gaping rasulab, sen mushi gapingda ching tura olsang, bu katta ajr sana. Agar bu sening eg'izingdagi quruq gap bo'lib qolsa, ati o'g'in o'zingning oldiga kelib qoladi. Anos men dey. Men manda ishni yaxshi ko'raman. Manda ishni yomon ko'raman. Ailemde bir güzellikni his qilsang, boshqalarga de. Bir yomonlikni, nachar ahvolni his qilsang, yo'ga. Boshqa dedim deydi. Ayoli shunday ekan debdiki, qo'lim qo'shnilardan kim bilan aralashima, kim bilan aralashmayman. Qozi shuray palani pukuni aralashib bo'ldi odamlar, pukuni aralashib bo'lmaydi odamlar. Bu shakl davom qilganda, ama to'y kechisidagi suhbat. Shundan keyin bir yildan keyin qaynonam keldi deydi o'ga. Qozi shuray, ya'ni ayolimning onasi. Qizining nihoyatda huzurli bir turmushining go'zal ekanligini ko'rib, menga qarab, ayoling qanday chiqdi deb so'radi. O'zining qizi to'g'riliq, kuyovlidan so'rgan gapda. Shuni bilan nihoyatda yaxshi chiqdi, Allohga shukr deb javob bergandan keyin qaynisi debdiki, erininki eng bitalayi chekidan eshib ketgan erkin nayna xotinga nisib bo'lish deydi. Eng bitalay chekdan oshgan erkin nayna xotinga nisib bo'ladi. Sen bu ayoling, mening qizim, adaplash to'g'ri qilib qolsa, adapla. Tuzidiga yalar bo'lib qolsa, qanday qil? Tuzat. Deb kelib, andikin qiziga qarab, eri nim desa, buning itoat qilish haqida nasihat qilib qo'yib ketganligini bayon qilib, mushu voqeadan keyin 20 yil oldi. Biz faqat azarlashib baqmadik. Turmushda faqat huzurimiz qochib baqmadik. Illaki bir kun asosroq bir masala chiqdi, lekin bu masaladami sabab mendan o'tdi deb o'zining qissini qana qilgan og'irlashtirgan. Ya'ni bu hikoyadan oladiganimiz nima desa, oila Allah'ning Rasuli iroda qilgandek shaklda boshlansa 5. Bunun ahirisiga Allah ega. Aile qachoniki Allah'ın asi oluş şekilde, ta'limotiga zid şekilde başlandı mı, bunun ahirisini ayrı tutadigan şeytan ega oldu. Şun qarindoshlarimizningki ailening 5'ini mush şekilde başlash, o'zaro birisi bilan tushunish, haq huquqiga rioya qilishni umid qilamiz. Güzel ailesi olsun, güzel ailelerden güzel farzandlar ortaya çıksın, güzel farzandlardan güzel kelgüsümüz, güzel kelgüsü cemiyetimiz qana qilsin, yaratılsın degan umidda biz. Allah razı olsun. Undaqda erning baxtlik va turmushining muvaffaqiyatli bo'lishida qiz tarafning, ya'ni qiynana va qiynatiningki, ya'ni qizning ota-onasininki qanday roli bor? Rol ularningki rolning ahamiyati nimalardan iborat yani? Endi şu ailenin ki sağlam devam qilish uchun qizdan bakroq qizning ailesi bulup anası bek muhim. Qarindoshlari masalan, atrofidagi do'stlari
bek çoğun rolga ega. Çünkü kız toydan ilgili bir muhitde yaşagan bolsa, mesela emeyle bilimiz kız ailede biraz etivarak balıldı. Oğullar qaraganda kızlar nazik muamele kılındı. Kızlar asırıldı mesela. Bulup modada kızga ait kuyumcan bir ahval var her qanday uyda. Bu xil ahvalda üsüp bitilgen kız dadısının öysüde toy qilishdan ilgili nurg'un ishlarda faqat qiyinchilik his qilmaydi, jafo his qilmaydi. Ishlaridan ko'pinchisi tayyor bo'ladi. Attigini qopsa onasi minasini tayyor qiladi. Yollarının hammasi dadı tarafından içilip bütün işlere muşta hazırlanıp çoğuyup andan keyin toy qiladi. Toy qilgandan keyin bu bir ailenin beşi hesaplanadi. Yani aşk kızdan anasının ornuga kız çıkadi yani. Nurg'un ishlarni qiz o'zi qilishga boshlaydi. Nurg'un mas'uliyatni ustiga oladi. Erining nurg'un huquqi bo'ladi. Bolalar olib qolsa, bolalar nurg'un huquqi bo'ladi. Bu xil havoning almishishi, burunqi boshqalardan mehr muhabbatga erishayotgan, boshqalarning mehriga, boshqalarning xizmatiga erishayotgan qiz to'y qilgandan keyin boshqalarga mehr berish, boshqalarga xizmat qilish bir havosi o'rtaga chiqqandan keyin bu ba'zi qizlarga, ya'ni turmushni tushunmay kirib qolgan qizlarga nisbatan dastlabda ig'ri kelishi mumkin. Azroq ishlarni qaqshaydi, azroq ishlar ig'ri keladi, azroq gap so'zlar buningga tikitidigan ahvol bo'ldi. Shuning bilan bu ahvollarni eng yaqini so'g'an onasiga deydi, yo atrofidagi qiz qarindoshlariga deydi, yoki atrofidagi do'stlariga deydi. Bular mush vaqtda turmush degan shu. Bizmi turmushni ashta shaklda boshdan kechirgan. Sizning to'y qilishning ilgirki holatingizga o'xshamaydi-mi to'y qilib bo'lgandan keyin keladi. Burun sizga mas'uliyatingiz yo'q, endi hozir mas'uliyat egasi deb ikki qiz gap bilan masalani tamamen o'xshatalaydi. Aksichi taqdirda, "Voy ashta dedimi? Mashta qildimi? Mashta qilsin bo'lam deya. Voy qanday qilgani bu?" deganda gaplar bilan qizning dadi hassa-hassalab eshib turmushining buzilishi shu yerdan boshlanadi. Hattoki atrofdagilarning shu xil pozitsiyasi tufaylidan ajrashadigan, talaq qilinadigan ahvollar nihoyatda ko'p hamdi. Bu hatto onalar hatto ashta bir aqlsizligi tufaylidan qizininki bosh talaq qilinish sababiga ahvoliga sabab bo'lib qolgan ahvollar bor. Shunga bu nuqtada qizning oilasi, atrofidagi do'stlarining roli intayin cho'ng. Bular qizning turmushining davom qilishiga yordam qilishi kerak. Sal qaramaslik kerak. Yani meseleni adli qarab, qizlarga kuyungandek, huquqini qo'g'ilgandek bir şekilde ailesini buzutishga sebep bo'lib qolmaslik kerak. Yana bizda, yani Uyg'ur jamiyatida saqlanayotgan ba'zi bir masalalar o'ziningki mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, o'ziningki qiynata va qiynatisini o'zining ota-onasidek ko'rmaslikdek ba'zi bir masalalar saqlanib kelaylik. Mayli buni e'tirof qilmaylik. Yani %95% desek belki hoş olmaslık mümkün. Kişilerimiz qiynatisini özünün ata-onasidek ko'z bilan qarab, xizmatini qilib, hurmatini qilib qilmaydi. Endi bu yerdagi savol ayolning ota-onasiga qanday muomalada bo'lish kerak? Ayolning ota-onasiga qanday muomalada bo'lish kerak? Ko'pincha holatda masalan, ayol erning ota-onasini o'zining ota-onasidek ko'rib muomala qila olishi mumkin. Singib, chunki shu aileningki bir fardiy bo'lib singib ketalaydi. Ammo erga nisbatan qizning ota-onasini o'zining ota-onasidek ko'rishi biroz nafsiyatiga ig'ir kelishi mumkin. Ham bizning urf-odatlarimizda bo'lsin, buna o'xshagan ishlarga nihoyat oz yer berilganlik. Buni qanday tushunamiz yani? Erlerge nispeten şunu esletmemiz gerekiyor. Bir kişininki hayatında 3 dadısı oldu. Birisi bunun öz dadısı, dünyaya gelişine sebep olan, bunu terbiyelegen, üst çoğun kalan dadısı. Yani birisi hayatta yaşaş prensipini üretken, doğru yolu yetekligen, yani okutçusu demekçi yani. Bu ikinci dadısı. Üçüncüsü bunun hayat hemrahini muşunga layık bir şekilde ekilip terbiyelegen ayalının dadısı. Çünkü bu bir insanın hayatının bir kısmı da bu. Er kişi ayal tallığa vaxtda, toy qıldığı vaxtda
sağlam, edeplik, uqumuşluq, məsələn, pakiz qızlarını tanlaydı. Əməliyyatda, er kişi özü toy qılmaqçı olan, qız qoyğan bütün tələblər kim tərəfindən barlıq keltirildi desə, şu qızның dadısı anası tərəfindən barlıq keltirildi. Şu qızның kiçik vaxtından tartıb sağlamlıqqa köngül bölsə, oxuş işlərinə köngül bölsə, yaxşı ədəblisi, an qız şu şəkildə tərbiyələnib, şu şəkildə ədəm bulub, an almaqçı olan hocamğa şu vaxt yaraydı. Yəni, özü izdavatqan bütün nəsə kimdən qoldan çıxıdı? Qeynatasının, qeynanasının qoldan çıxıdı. Əgər şunda sübətdə, özü izdigən sübətdə bir qızını tapsa, bu kişi Allah'a şükürə həmdə etib boğandan keyin tuncu rəhmətini kimə bildirsən, özgə layiq sübətdə qız çoğun qılğan şu qızның ata-anasına bildiriş kerak. Ular bilan azarlashish yoki ularni yomon ko'rish badiliga ularga rahmat aytish kerak. Chunki o'zi izdigan sifatdagi bir hayot hamrohi bilan erning hayotining mukammallashishiga shular sababchi bo'ldi. Ya'ni mana shu vaqtda erning keyingi hayoti oddiy gap emas-ku. O'ylashmaylam to'yib qolganlarningki bolalarining tarbiyalanish ahvoliga qarasak, ming puan qildi shunda xotinlarga. Tərbiyəsiz, ansız, sapasız xotununu əb qoyub, keyin balalarının tərbiyəleniş əhvalı, keyinki həyatı toyğuzudu dəmlər kişini. Kişi aşta sapalıq, oxumuşluq, ədəblik, əxlaqlıq bir xotundan birini aldı. Keyinki həyatı, balalarının tərbiyəlenişi, ailəsinin umumi urullaşdırılış əhvalı güzel bir şəkil gəldi. Bunun da əgər qeynanası şu ayalını tərbiyələyən, özgə layiq rəvişdəki, layiq bir sübətlərini hazırlayan şu adamını unutub qalsa, bu bir tuzkorluq, bu bir yaxşılıqqa qarıda yaxşılıqdan cavab qaytarmaslıq oldu. Bizge Kur'an öğretken prinsip hel cezaul ihsan illel ihsan. Yaxşılıqның cavabı yaxşılıq olan buldu. Bizning ailemizden bu kadar huzurlu halet kilişige sebep boğanlarını yaman görüşünün hiç qanday asası yok, hiç qanday orunu yok. Demek ayalının ki atanısını mı özünün atanısıdek yani görüş mecburiyeti var. Çünkü erine özünün dadısı, anısı terbiyelep müşahadatga ekegen bolsa, erinin turmuşunun yerimini qeynanası terbiyelep şu halatga ekeldi. Erinin turmuşu özünün ata-anasının tirişçılığı ve qeynanasının tirişçılığı olan mahalete devam kıldı. Bununla er kişi özünün ata-anasına qanday hürmet kılsa, ayalının ata-anasına mı şu şekilde qanday qilish kerak, hürmet qilish kerak. Allah razı olsun. Hürmetli kırındaşlar. Allah muvaffaq qilish bilan huquq ve mecburiyet namlıq söhbət programımız aslında ayallarının eller üstündeki hakları ve erlerinin ayalları üstündeki hakları doğrusu söhbetimizni bu yerde ahırlaştırıyoruz. Bu münasebet bilen söhbetimizden mühimini Ustaz Muhammed Ali'ge çın kalbimden rahmet etmen ve Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'dan dünya ve ahiret yaxşılık dileymen. Ve bu söhbetini körgen ve taqatqan ve bütün barlıq dünyanın her qaysı tarafdaki kırındaşlarımızga Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'dan yaxşılıq dileymen. Şundaqla söhbetini filmga alğan kırındaşlarımga Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'dan dünya ve ahirette yaxşılıq dileymen ve hasanatlardan buluşunu ümit qilman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.